Dunyoda mundaq bir gigant shaxs yashab o'tgan. Michael Jackson desa butun dunyoda tonimaydigan odam yo'q deyarlik. U yaqinqi zamonda yashab o'tgan rock naqsh cho'lpini. U Amerikaning Indiana shtati Gali shahrida tug'ilgan. U moda muzika naqshchisi, naqsh ijodiyatchisi, muzikant, usulchi, saxovatchi, insonparvar, tinchlikparvar, xayr-saxovat organining ijodiyatchisi. Buningga butun dunyo muzik sohasidagilar va har qanday kishi ko'z yumolmaydi. Uning 5 yosh chog'ida muzika bo'lgan alohida talantni bayqagan. Jackson jamiyatining 7-bolasi bo'lib, 1964-yilda Jackson 5 kishilik guruhi qarindoshlari bilan kasbiy muzika sahnasida tunji qitim sahnaga chiqqan. Keyin har bir chiqargan plastinkalari rekord yaratib, sonsiz mukofotlarga erishgan. Uning naqshlari yuraklarga cho'nqur singib, mangu astin ko'tarilmaydi. Jackson butun umrida 13 Grammy mukofoti va 26 qitim Amerika muzika mukofotiga erishgan. U yolg'iz kishilik hayotida 13 qitim Amerika naqsh chempioni bo'lgan. U yana kishilar hayron qolgudek yaxshi ishlarni qilgan. U o'yin qo'yishdan sirt, jamoat farovonligi, xayr-saxovat ishlariga ko'ngil bo'lib, ko'p qitim xayr-saxovat faoliyat o'tkazgan. Nomrat rayonlarni va musofirlarni yo'qlab, pul va moddiy buyumlarni iyon qilgan. 1985-yilda u butun jahon biraylar degan naqshini aytib, buningdan qilingan kirimning hammasini Afrikadagi ocharchilikda qolgan xalqqa yordam berishga ishlatgan. U yana ba'zi kasallarga giribtor bo'lgan yosh o'smirlarni qutqizish uchun dunyoni qutqizish fondi qurgan. U dunyo Guinness rekordida shaxsiy nomida eng ko'p pul yig'in qilgan san'atkor deb xotirlangan. Uning chiroyi, odati, nikoh ishi va turmush qatorliqlar axborot sohasidagilarning mangu qizg'adigan parang temsidir. Muzik talanti va muzika uchun o'chmas to'klarni qo'shgan bu dangdor shaxs haqida ko'plagan ishlarni bilmaslik nurg'un kishilarni afsuslantirdi.